Endelikte küçükkene bir haber, şu haber bilen bille vaziyet ve muhakeme vatandaş. Bugünkü islağa 2022 yıl 2. ayının 28. günü. Bu mavzumunda özünün putuğu özü paltı çepiş. Rusya-Ukrayna uğraşının ahırkı neticesi. Rusya gümran buludu. Mavzulu haber 2. ayının 28. gün Venvitor biti ilan kılın. Bir abzas bu haberden nakil keltirmişler götür. 2. ayının 24. gün Rusya-Ukrayna umumyüzlük hücum başladı. Rusya'nın payçak bazarda baha hayran kalgıdak dereceli düşüp gitti yukarıda köydük. 45% etrafı düşüp gitti. Rublini dollarga tegişi tarixten bir en tüvençek düşüp kaldı. 26. günü G'arb devletleri Rusya'nı embargo qildi. Aldan paraz qilishga bo'ladiki, 28. günü yani dushanba günü bugun Rusya'nın payçak bozorida yana bir qatim baho tushdi. Shundaq bo'lganda Rusiyaning iqtisodiga opat ustiga opat yetib keladi. Agar Rusiya prezidenti Vladimir Putin yani o'z beshimchilik qiladigan bo'lsa, urushni to'xtatmaydigan bo'lsa, dunyoda yetim qoladi. Rusiyaning iqtisodiy ichki tashqi besimga duch kelib, gumron bo'ladi. Prezident Vladimir Putin qattiqlik qilib ketaveradigan bo'lsa, urushda g'alaba qila olmayla qolmasdan balki taxtdan tushadi. Siz qanday qiyos qildingiz, boshqalar qanday qiyos qildi, men buni bilmayman, hurmatli vatandoshim. Ukraynaga Rossiya tajovuz qildi, balki 1 soat yoki 6 kun yoki 24 soat ichida Ukraynani mag'lub qilishi mumkin deydigan shunday tasavvurdagi ayni chog'dagi qotmal iddiyalar bilan shakllangan odat kuchi har bir odamning butun dunyo desangiz bo'ldi. Odat kuchi hozir tingriqab qoldi vatandosh. Chunki Ukraina xalqining bu darajada qarshilik ko'rsatishini, bu darajada g'ayratli vatanni, millatni qo'g'daydiganligini avval mo'ljallangan emas. Hatta Kreml sarayı mesela Prezident Vladimir Putin bu noktadan tazi itibarga almagan bolsa kerak vatandaşı. Çünkü Kiev şehrini qo'g'dash jangida bir qiz Vasilisa dedimi, tafsilimi, nima bir ayol tankı qarshi Kiev shahri ko'chalarida urush qilib o'tib, tankı qarshi urush qilib vafot bo'ldi. Buni Ukrayna parlamenti va hukumat taraf Ukrayna bu devletinin ayol kahramanı depizim kaldı. Bütün Ukrayna'nın vücudu silken. Endi hazır baş nemi dedik? Keyinki 24 saat hal qilg'ish dedik. Bunu qo'yib turaylik. Rossiya Ukraynaga kirdi. Bu urush iqtisod masalasidir. İqtisod masalasidir. Rossiya taraf tura oladigan ish bormidi? Krimiyadan keyinki embargo hozirgacha bir taraf qilinmadi. Masalan, bu navbatda endi tunugun mushundaq jiddiylik kelayotganda Rossiya o'zining Yevropa davlatlaridagi barliq grajdanlarining darhol Rossiyaga qaytishini talab qildi. Hozir ko'rib o'tdik, Yevropa ittifoqi va Amerika Rossiyadagi barliq grajdanlarining darhol davlatiga qaytishini talab qildi. Demek vaziyat ciddiyleşti, vaqt ciddiyleşti. Netice qandaq bo'ladi desiz, yuqorida iqtisod bilan tanglashtirib so'zlabdi. Qo'ygan savol, mushu iqtisod Rossiyaning Ukrayna urushida put tirab tura olishiga qanchalik kuch ato qila oladi, yoki qanchalik asos bilan ta'minlay oladi. Rossiya Ukrayna urushi yani qanchalik
bedel tüleydi ve yaki kançilik berdaşlık bireli. Aralıkta Prezident Vladimir Putin vatandaş yadro kuralları meselesini eğiz kaldı. Menimce muşu meseleni eğiz geliş bizden tasavvurumuzdaki Prezident Vladimir Putin'in karakteri maslaşmadı. Bizden tasavvurumuzdaki Rusya'nın karakteri maslaşmadı. Küçükkene bir devlet, Ukrayna. Yadro popozisi, atom bombası popozisi işletiş, bu tarzı yaxşı iş emasdi, əməliyyatı bu atom yadro kurallarını işletiş Ukrayna'ya emas, bütün dünya işletkenlik bulup hesaplanadı vatandaşım. Moşununda Prezident Vladimir Putin'in gap sözleri, yadro kuralları deyişi de seviye şunçilek mi ya ki aldırap kaldı mı? Mesela xuddi Cüngolu Xitayla Şinjan ezelden tatip, yani Han devrden tatip Cüngolu'nun bir kısmıydı. Müstemlikçilik nazariyse. Digendek Rusya Federasyonu Prezidenti Vladimir Putin notuk sözlep Ukrayna'mı ezelden Rusya'nın zemini idi depti. Ene yukarıda birleşseydi. Düşendirip öttük vatandaşım. Muşlardan qaraganda tayyorlik bo'lganmidi? Ukrayna kirishni nima tayyorlik qilishi kerak edi? Masalan, Rossiya, Rus millati, Rossiya davlati va uning qattiq qo'lli rahbari Prezident Vladimir Putin bu yerdagi bir xarakter bilan eg'izdan chiqayotgan so'z ibora xarakter bilan mos kelish kerak vatandosh. Birdek bo'lish kerak xarakter bilan. Biz bir yerde siyaset sahasında çekiliş buludu, siyaset sahasında ilgirleş buludu, olga bir kadem buldu, kayniga iki kadem buldu degandek sözlerini koyup duraylı. Bizden tasavvurumuzda her kaç devlet başlıklarının karakteri, bugün Amerika Qo'shma Shtatlar Prezident Joe Biden'ın karakteri ilmi işleş, puxta kadem bilen işleş. Taraktörlük kıladigan siyasetlerini götürüp çıkmaz. İlmi işleş, kadem bile işleş. Anda bizden nazarimizde Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in karakteri qattiq qo'l. Qilaman deganini qiladi. Shundayli bugun endi shunda qo'l, shunda xarakter bilan Ukrayna kiribdi tuyuqsizlar yadro qurollarini eg'izga elish. Yoki Ukrayna azaldan bir ya tarixdan bir Rossiyani ziminida idi deyish. Ko'rib turibdi-ku, mushlarning hammasi toza yaxshi qo'yilgan fikrlar bo'lmay qoldi vatandoshim. Ana tarixda xabar yozgan odam yezibdi, 1000 yillik Yevropa tarixiga qaraydigan bo'lsang, avval tarixda paydo bo'lgan millat Kiyev Rus millati. Undan keyin paydo bo'lgan millat Rus millati. Tarixdan aytganda Kiyev Rus, bugungi Ukrainaning tarixi uzun debdi. Shundaqda siyaset uchun yoki maqsad uchun bir narsalarni yasab chiqqandimi? İhtimal bunu Cüngoluqda o'rgangan bo'lishi mumkin. Cüngoluq shundaq nazariyat tayyorlab, shundaq so'zlashni ta'sir ko'rsatish shart asosida Rossiyalikka o'rgatgan bo'lishi mumkin. Menimcha bu Rossiyaning tarixida ikkinchi bir prezident va ikkinchi davlat rahbarlarining og'zidan bunday gap so'zlar chiqqan emas. Masalan, O'rta Osiyo bo'lsin, Iroq, Sibiriya bo'lsin, Muşlar to'g'risida zimin egallagan ziminni zabt qilgan ekan, Rossiyaliklar e'tirof qilib keldi bu davlatlar. Bizga qaram bo'lgan Allah dedi. Yoki biz qaram qilgan Allah, biz besib olgan Allah dedi. Bu konkret ifodalash va konkret iqror qilish degan. Cüngoluq shu azaldan tot Cüngolizmi, Han davrdan tot Cüngolizm. Shuni o'xshab qolganda bu so'zni ihtimal Prezident Vladimir Putinga Cüngoluqlar o'rgatgan bo'lishi mumkin. Oxirgi biz naql keltirgan xabarimiz nima debdi? Iqtisod mushundaq bo'ladigan bo'lsa, oldin hisobda urush bo'ladigan bo'lsa, Rossiya iqtisodi gumron bo'ldi. Rossiya iqtisodi gumron bo'lgandan keyin oxiratdan siyosiy hokimiyatda nima o'zgarish yuz berdi vatandosh? Bilguchi Allah.